Aleyküm O'zbekiston, assalomu alaykum Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston. Bizni kuzatayotgan muxlislar, mana bizni birinchi traktorimiz o'zini egasini topdi. Bugun Xudo xolasa manziliga olib borib, ko'rsatib, yurgizib, chiroyli qilib topshirib kelamiz. Akamiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamang, yaxshi kunlaringiz mening. Xudo xolasa. Aka, buni endi qayerga olib ketyapsiz? O'zingizni bir qator tanishtirib bersangiz. Men Homidov Jasurbek Jamolinovich, dorivor o'simliklar yetishtirish bo'yicha mutaxassisman. O'zim shu Izboskan tumanida 12 gektar maydonda dorivor o'simliklar yetishtiryapman. Shu qator oralariga ishlov berish bo'yicha jicha texnikadan qiyinchilik bo'luvdi. Shu sizlarni videoda YouTube'da ko'rib keldim. Mana hozir bitta yangi texnikani olib, xudo xolasa shuni ishlatib foydalanishga olyapmiz. Videolarni ko'rdingizmi? Videolarni ko'rdik. Yoqdimi sizga? Juda zo'r, shu videolarni ko'rib qiziqish bo'ldi, kelib ko'rdik. Haqiqatan ham shu videoda ko'rgan narsalarimiz realni ko'rdik. Amaliyotga mana joriy qilishga olib ketyapmiz, xudo xolasa. Akalar, mana xudo xolasa birinchi traktorimizni sotyapmiz. Bizdan uzoqlashmanglar, kuzatib borsanglar, keyingi traktorlarimizni sotayotganlarimizni, hattoki agar dalada qanaqa mehnat qilayotganlarni hammasini sizlarga olib, birma-bir qo'yib boramiz. Hozir bu akamizga olib borib yer maydonida haydov jarayonlarini ko'rsatib beramiz sizlarga. Mana bu akamizga biz 6300 dollarga baraka qildik. Bu akamiz ham baraka topsin, yaxshi kunlarda haydasin aka. Yaxshi kunlarda rozi bo'linglar. Bitta agregatini qo'shib berdinglar. Men universal agregat. Bunda egat olar ekan, chisel qilar ekan, ekadigan joyini ochib beradigan funksiyalari ham bor ekan. Universal agregatini qo'shib berdim. Sog'inganda eslamagin, meni Toshkentlardan islamagin. Shuncha bergan mehrimni bilmading, boshqasi mendek berolmasa yig'lamagin. Bitir qilib asabimni biz tashamagin. Istanbulga ko'chib ketdim faqat kelib yashamagin. Kecha afsuslanib sog'inib sen aytib berding nima faqat tasalli soylariga izingni tashamagin. Endi eslab yig'lasang ham darddan bu sog'inganda kelarmish endi qatdan. Yonidagini sevmasa ham, unda ko'ngli bo'lmasa ham, bombaloqcham mana shu eng katta attang.